alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Islom va Gulbahor Rustambekovna. Bugun 19-sentyabrda Oliy sudga keldim. Chunki meni kecha длительныйdan turmush o'rtog'im Islom Sanjar Besattarovichga ham telefon qilishdi. Yana opamga ham telefon qilib, srochno ertaga soat 10 da yetib kelsin. Rais qabuli deb yolg'on ma'lumot berishibdi. Hurmatli yurtdoshlar, yolg'on ma'lumot berilgan telefonni ham qo'yaman. Meni murojaatim hozir men videoga olib ketyapman. So'zim isboti bilan bo'lish uchun hurmatli Baxtiyor Islomov, sizni juda ko'p aldashyapti. O'sha kuni oldingizga kirganimda tavsiyanoma ko'rsatdingiz, что meni erim 51-koloniya поселенияda bo'ysunmasmish, xodimlarni mensimasmish, soch soqoli o'sarmish, Fotimani ya'ni yolg'on ma'lumoti bilan deb endi aytdinglar. Lekin bunaqa bo'lgani yo'q. Mana men hozir hujjatlarni olib keldim. Meni qabul qilsangiz, men isbot dalili bilan, so'zim isbot dalili bilan bo'lar edi. Hurmatli Baxtiyor Islomov, hech qanaqa unaqa tavsiyanoma berilmagan ekan sizlarga. U xatam bor. 51-koloniya поселениyadan hech qanaqa tavsiyanoma chiqmagan, Islomov haqida bunaqa tavsiyanoma chiqmagan deb. Sizni aldashmasin. Menda tavsiyanoma bor hozir. Что meni endi erim bo'ysunatgan, xodimlarni mensitgan. Hurmatli Shavkat Miramonovich, mana hozir Oliy sudda oldidaman. Men talab qilaman. Hadeb aldiy urishmasin, meni qabul qilishsin. Baxtiyor Islomov o'sha kuni arizasini yozsin, o'sha taftish tariqida yozsin. Bizni ko'rib beramiz deb aytdingiz. Lekin hali shu paytgacha hech kim ko'rib bergani yo'q. Unda olib qarasangiz, Islomov shaxsan o'zi yozyapti. O'zi yozganda ham aytasizlarki, siz hech kim emassiz, o'zi yozsin. O'zi yozgan odam yana qanaqa o'zi yozadi? Men hech shunga aqlim yetmayapti-da. Islomov o'zi yozyapti, o'zi beryapti. Arizalarini ham, hamma narsasini ham isbot dalili bilan ham, mana siz hech kim emassiz degan taqdirda ham, lekin daveringiz bo'lganda baribir ham hech kim emassiz deya olmaysizlar. Biz ariza topshirganmiz, kelgan arizalarimizni yolg'on ma'lumot beryapsizlar, что to'lov topshirmagansizlar deb. Lekin to'lov topshirganman, o'sha yerda menda videolarim bor, что men to'lov topshirib ketyapman. O'zingizlar pechat qo'yib bermayapsizlar. Men fiksировать qilganman, menga qo'ygansizlar, menga qo'yib bermagansizlar deb. Baxtiyor Islomov, meni qabul qiling. Menda hamma faktlar bor. Hamma narsa bor. Hech qanaqa tavsiyanoma sizga berilmagan ekan. Hozir men o'zim shaxsan sizlarni qiladigan ishinglarni men qilib yuribman. Lekin oila olayotganim yo'qman. Tavsiyanoma